Keling, nima shikoyatlaringiz bor? Aka, spid yuqtira olmaganmikin mana? O'zimdan yoshi katta ayollarga haddan tashqari qiziqib ketaman. Oyim tengi yaqin ayollar bilan jinsiyat aloqa qildim. Yoshim 25 ta. Hali uylanmaganman, oyligim yaxshi. Oyligimni bir qismini uydagilarga bersam, qolganini yoshi katta ayollarga sarflab yubordim. Shunga qanaqadir yo'llari bormi bundan qutulishni? Sen sog'lom farzand ko'rish xohlaysanmi? Ertaga bu narsadan kasallik ushaganingdan keyin farzandlaring sog'lom tug'ilishiga kim kafolat beradi? Ertaga bitta qizni juvon nima qilasan? Lekin seni qilayotgan ishing birinchi o'rinda gunoh, zino hisoblanadi. O'zingdan katta ayollar bilan bo'lsa, onang tengi bilan tasavvur qilgan ukam. Birinchidan juda ham ko'p kasalliklar yuqtirishing mumkin. Spid, sifilis yuqtirishing mumkin va boshqa turli veneradagi kasalliklar yuqtirasan bundan. Sangacha bu qancha erkaklar bilan bo'lgan. Bu faqat seni puling uchun yuradi bular. Tushunsanmi? O'zingni juftingni topib kelajakda oila qurishing kerak. Mana shunaqa ketaverishingda barakang bo'lmaydi. Sen hamma pulingni qayoqdagilarga sarflayotsan, sendagi barakang, boshqa narsaning hammasi ko'tarilib ketadi. Bu yo'ldan tezda qaytishing kerak. Hozir tekshiruvlar qilamiz. Albatta nima kasalliklar boriga qarab seni davolaymiz, xudo xolasa. Men seni tanang bilan ishlayman. Seni onging bilan shug'ullanadigan bitta psixologga yuborishim kerak bo'ladi. Bo'ldi aka, yaxshi bo'lardi. Balki sizni onangizga ham siz tengi yigitlar oshiq bo'layotgandir. Shoir opa, nima dos? O'zingiz bosib oling, o'tiring. Onam bo'lmasa o'rtaga qo'shmang. Achchiq ekanmi haqiqat? O'tirib oling. Siz borayotgan ayollar ham xuddi siz onangizga o'xshagan bir ayol. Faqat farqi ular buzuq yo'lni tanlashgan. Sizni onangiz esa sizni bu qilib yurgan ishlaringizni bilsa qanaqa ahvolga tushadi, tasavvur qilyapsizmi? Ertaga siz oila quradigan yigitsiz. Har xil ayollardan yuqtirgan kasalliklaringiz bilan birovni toza guldek qizini nima qilasiz? Bulg'aysizmi? Yo'q. Demak, nima qilishimiz kerak? Davolanishimiz kerak albatta. Va o'zgarishimiz kerak. O'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? O'zingizni o'zgartirish, mana shu chirkin yo'ldan chiqib ketish qo'lingizdan keladimi? O'zgartirgim kelgani uchun siz oldingizga keldim. Demak, siz irodalisiz va siz buni uddalaysiz. Boshladik.